Ya Allah, 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 Ya Allah. Lekin soğuqqanlıqlar aytganda Stalinning ko'rsatmasi bo'yicha chekingan kommunistlarning kelgusidagi g'alabasi mushu chaqda allabirni oshkor bo'ldi. Oxiri kommunistlar Jiang Jie'shini uning qoldiqlari bilan qo'shib Tayvanga survatdi. Jiang Jie'shi xalqning yurtida Amerikaning yordami bilan sohibxon bo'lib, Jiang Shouliyangni turmaga soldi. Mana mushuningdan Jiang Jie'shining shundaqla tarixdagi har qanday mag'lub qo'mondanning mag'lub bo'lishiga sabab bo'lgan ojizligi oshkor bo'lib qoldi. Yani Jiang Jie'shi mag'lubiyatni o'zidan ko'rmay, Jiang Shouliyang va shuning o'xshaganlarning fikriga agashganligi bo'ldi deb, mas'uliyatni o'zini qochirib, uni qo'l ostidagilarga ortdi. Lekin Jiang Jie'shi ustidan g'alaba qilgan Mao'zedong dal aksi bo'lgan. Partiyaning yaxshi o'g'li Lei Feng degan bir kitob bor. Lei Feng bir shopir bo'lib, u bir shogird tarbiyalaydi. Keyin bu ikkisi shopirlikdan imtihon elinganda Lei Feng 5 numar shogirdi 3 numar oladi. Shu vaqtlarda 5 numar eng yuqori numar bo'lgan. Shundan shogirdining 3 numar elib qolganligidan o'kinib, bu mas'uliyat menda. Agar men uni yaxshi tarbiyalagan va obdan yetaklagan bo'lsam, umuman o'xshash 5 numar olgan bo'ladi deb yuqori tekshirishnom yozdi. Mana Mao'zedong bilan Jiang Jie'shi o'tirsidagi farq. Birisi o'zining partiya a'zolarini mas'uliyatchanlik tuyg'usi bilan tarbiyaladi. Yana birisi mas'uliyatsiz. Vatanlik chaqlarimda Mao'zedong Qur'on va tarjimonini ko'p o'qigan ekan deb anglaydim. Amaliyotda o'qiganmi, o'qimaganmi bilmayman, dalilim yo'q. Lekin Vinjaboning Indoneziya ziyoratida o'zining Qur'onni o'qib chiqqanligini, aytganligini angladim. Lekin har qanday bir davlatning Qur'on va payg'ambar tarjimonini o'rganmasligi va uningga sal qarashini tasavvur qilib bo'lmaydi. Lekin bugungi kunda kufr davlatining Qur'onni va payg'ambar tarjimonini qattiq tadqiqlaydiganligi va uningdan o'z manfaati uchun naqadar foydalanganligi munozir talab qilmaydigan haqiqatdir. Chunki insoniyat tarixi boshlangandan buyon insoniyat tarixida o'tgan shaxslarning eng buyuki Muhammad sallallohu alayhi vasallamdir deb kofirlarni e'tirof qildi. Hatto Ayso alayhisalomni iloh darsi ko'targan xristianlarmi buningga tan berdi. Odam otidan tortib ta davri qiyomatgacha kelgan insonlarning eng yaxshisi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizning hammamizni podsh qilib o'tdi. Amir o'zining qo'l ostidagilardan mas'ul, er o'z oilasidan mas'ul, ayol erining omonatlaridan mas'ul, qulmi mas'ul, xo'jayin mas'ul, hammasi mas'ul. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bulqidan suv ichgan sahoba radhiyallohu anhular mas'uliyatning naqadar og'ir ekanligini o'zining amaliyati bilan isbotlagandir. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhuning agar Dajli daryosida bir qo'y ko'rik yo'q sababidan put sunib ketsa, shu sungan putdan so'rilib qolman degan so'zi buningga yetarli dalildir. Büyük ishlarni maqsad qilgan kishining mas'uliyat tuyg'usi bo'lmasligi uning mag'lubiyatiga ham yetarli dalildir. Agar bizda mas'uliyat tuyg'usi bo'lmasa, uni yetildirishga odatlanaylik. Mashina yaxshi ma'nosa uningdan qoqishmaydi. Balki biz uni yaxshi haydamagan va osirmagan. Xalq nodon emas, balki biz nodon. Farzandlarimiz gapimizni anglamaydi emas, balki biz burun ota-onamizning gapini anglamagan. Boshqalar bizning fikrimizni olmaydi emas, balki biz boshqalarning fikrini olmagan. Boshqalar bizning izzatimizni qilmaydi emas, balki biz boshqalarning izzatini qilmagan. Endi Urumchiga qaytsak, biz Juyinkaning Urumchidagi qutratqilikni Xo'jintoy tarafning qilayotganligini bildiganligi, shuning uchun Urumchini tez bistirishga urinayotganda Vanglochanning ishni texmo yo'g'intib o'z raqibiga usta o'ynab berayotganligi, masalani o'zining 5 qo'lini tushungan Juyinkan tarafning har qancha iqtidor bo'lsa-mu, Vanglochanning bexastalik sababidan keyingi kundagi o'ltirilish, qamoq qilinish degan oqibatdan saqlanmaganligini yaxshi bilish uchun Jiang Jie'shi bilan Jiang Shouliyangning munosib o'tib ketgan edi. Mana shu Vanglochan dal Jiang Shouliyang o'xshash byurokratdir. Byurokrat degan askari ham iqtisodiy kuchi bor kishiga qartildi. Yuqorida tilga ilib o'tganimizdek, askari yo'q general qilgan muomilni askari va iqtisodiy kuchi bor kishiga qilg'il bo'lmaydi. Chunki Vanglochan Jiang Zemin va Juyinkanni arxitera qilgan holda 10 necha yil xalqimizni o'ltirish, so'lash, izish, iqtisodiy talon-taroj qilish jarayonida huquqning ta'minini tetib qildi. Huquqning ta'mini faqat huquq tutmoqqa odamlar his qiladi. Shunga huquq tutish jarayonida o'z yurti Sandongning rahbarlik qatlami va xalqini asos jihatdan o'ziga qartib bo'lag'liq. Shu sababdan xalqimiz orasida Vanglochan Sandonglikning yigiti Turkistonlikning o'g'risi degan nom bilan mashhur bo'lag'liq. Yana boshqa markazdagi nurg'ilgan huquqdorlar va song'ullarni haddi hisob parlar bilan setib olish orqali yildizni chingitib o'taylik.
Onun faqat ayrim padişahlık e'lon qilmagan yerlam qilg'iliq. Albatta, Vanglachan ikki taraf ziddiyatidan o'zi uchun paylangan desak bo'ladi, lekin biz undaq masalalarga o'tmaymiz, faqat asosga qaraymiz. Onun ustiga Xitoy chidamas bir xalq. Ular bizning ziminimizga chidamaydi, boyligimizga chidamaydi, o'g'illarimizga chidamaydi, qizlarimizga chidamaydi, farzandlarimizga chidamaydi. Bularning chidamasligi oxiri Vanglachanning vatanimizni yolg'iz talon-taroj qilishni qabul qilmaydigan holat ketdi. Shuning uchun Vanglachan o'zining mustahkam yiltiz tortgan afzalligi bilan o'z tarafdorlari tarafdimi ehtiyot bilan muomala qiladigan shaxsga aylangan. Vanglachanning Xitoylarni qutratganligidan bilinib turdiki, bu hargizmi Jiangzimi va Jo'yinkanning ko'rsatmasi emas. Unda qildigan bo'lsa, Jo'yinkan hargizmi bu tinchimayotgan Urumchiga o'zi kelib ko'chiq patmay quturayotgan Xitoylarni bostirmagan bo'ladi. Bu Vanglachanning o'z ustikilarning gapi quloq solmay, bu yerda hukmron bo'lg'uchi mendurman, bu xalqni sizlardan bakrak men tushunman, qandoq bostirishni sizlardan bakrak men yaxshi bilguchiman deb kibrdan kelib chiqqan o'z bishimchilikdir, balki kuchidir. Man bu Vanglachanning o'z tarafdorlaridan masjidchan ish qilmay, kuchi va nupuziga tayanib o'z oldiga yo'l tutishi, shundaqla oxirida o'zini boshqalarni qo'shib aloqa qilitishi va yoki ojizlashtiritishi hargizmi yangi paydo bo'lgan ajabnarlik va g'alatilik bir ish emas. Shundaqla biz Jiangzemin tarafdori bilan Xujintou tarafdorlari orasidagi kurashda Jo'yinkanning iqtidorining namoyon bo'lganligini, mana uning boshqalardan farqlanib turgan iqtidor turibmi, nima uchun mag'lub bo'lib ketdi? Mana mushu mas'ulning ajallik yeri degan edik. Mana mushuni bilish uchun nazarimizni oldi bilan futbol maydoniga og'diraylik. Futbol maydoniga kirishdan burun yana bir ishni oydinlashtirib olaylik. Yengilish iborat oxirgi g'alabani qo'lga keltirishni maqsad qilgan ikki taraf qo'shini qilishtirni bilgan holda bir-birisiga ro'baro turadi. Xaqon turgan Turshavul qo'shinga mos holda uning o'ng qanot va so'l qanotlari, orqasab ta'minot, oyg'oqchilar va shuning o'xshagan o'rinlashtirishlar, tangshashlar hammasi bir-biriga mos tayyor holatda turadi. Haqiqatan biz oddiy ko'zimiz bilan qo'shin o'rinlashgan taraflarni tafsiliy kuzatib olmaymiz. Lekin biz buni eng yaxshi usulda tushunish uchun futbol maydonini qaraydi. Shunga o'xshash futbol maydonidami o'ttirda, o'ngda, so'lda o'ynaydiganlar bo'ladi. Vartani qo'g'dash uchun har tarafdan qo'yilgan beklar bo'ladi. Bu komanda a'zolari qo'yilgan qattiq talab shuki, o'ng tarafda o'ynagan odam so'l tarafga o'tmaydi. So'l tarafda o'ynagan odam o'ng tarafga o'tmaydi. Musobaqa boshlandi. O'ttira va o'ng tarafda o'ynaganlar butun tomoshabinlarni hayron qoldirgan mahorat bilan qarshi tarafning vartasiga nechta to'p urib o'tdi. Lekin ularning so'l tarafi ojiz kelish bilan qarshi taraf bulardan ko'p to'p urib o'tdi. Bu maydondagi oxir xulosa shuki, bularning o'ttira va o'ng tarafdagi futbolchilarning har qancha yaxshi o'ynashidan qat'iy nazar, so'l tarafdagi nuqsonlik sababidan mag'lubiyatdan iborat bu natija hammasi o'rtoqlashdi. Uhud kuni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni asos qilgan nuqta mushriqlar to'pini bichit qilib, surib to'qay qilgancha ularni orqaga chekindirib, terperan qilib o'tdi. Lekin orqani qo'g'dab turgan tog'dagi o'qchilar qismidan nuqson ko'rildi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'z ichiga olgan barliq sahobalarga musibat yetib, ta bugun kungacha ummat eg'izda so'zlanadigan darslik bo'ldi. Shu vajdan tarixdagi barliq qo'mondonlar biz tilga ilib o'tgan mayli Jiangjesh va mayli Jo'yinkan o'xshash masalaning butun atrofini bilib yetalgan iqtidor bo'lsa-mu, o'zlari bilan bir sap turgan qanotlarining itoatsizligi va umumiy mas'uliyatga sal qarshi bilan mag'lubiyatdan iborat ajallik fojia hammasiga o'rtoqlashdi. Mana Ikkinchi dunyo urushida Yaponiya Xitoyning barliq yerlarini besib, hatto ularning poytaxti bo'lgan Nanjingni elib, Gomindangni Chongqingga, kommunistlarni Shanganning, ya'ni Shanxi, Gansu, Ningxia chegara rayoniga qamab, bu ikkisini o'zaro bir-birini g'ajlashga tashlab qo'yib, umumiy kuchini Sharq Osiyo va Amerika bilan jang bo'layotgan rayonga o'tkazdi. Keyin bu Yaponiya Amerika va Sovet ittifoqi bilan bo'lgan urushda mag'lub bo'lgandan keyin taslimnomaga imzo qo'ydi. Yaponiya taraf taslimnomaning moddasiga asosan Xitoydan ishg'ol qilgan barliq ziminlarni Xitoyga o'tkazib berdi. Hatto Manju Haqqani Kangshi davrida qo'lga kelgan Tayvanni keyincha bu Tayvan Yaponiya bilan Manjular orasida yuz bergan Javo urushidan keyin Yaponiya kesib berildi. Mana mushu Tayvanmi bir poy o'q etilmasdan taslimnomaning moddasiga asosan Xitoyga kesib berildi. Xitoy xuddi tush ko'rgandek hayron qoldi. Balki bu tushmi yoki umumi deb o'zini chimdib urib boqqan bo'lsa kerak. Bu omad bularga xuddi vush ketib, oq yerdan kelib qolgandek bir ishda. Mana bugun kundami Xitoylar boshqalarning ko'rib qilishdan yiligacha numus qilgan bir surat bor.
Bo'libmi, bu suratni biz Uyg'urlarning ko'rib qilishini texim ansirish kerak. Bo'lsa tashviqot ishxonasidagilar bu suratni to'g'rilarda izlab topsa yaxshi. Bu suratda Yaponiya taraf Xitoyga taslimlanishni nihoyat mag'rurona, Xitoyni ko'zgilmga holatda bishni ko'tarib sunadi. Xitoy taraf nihoyat xaralda bishni Yapon tarafga ko'tarib qarashdimi petnolmay, nihoyat egilgan holda xo'sh aka degandek holat aks etadigan surat bor. Mana shu Xitoyning holi. Bular ajoyib qo'rqinchoq. Bilish kerakki, qo'rqmaydigan odamning sifati yomonlik bo'lsa bo'lmaydi, yavaşni bozaq qilmaydi. Qo'rqinchoqning sifati yavaşni ko'rsa shundoq rangvoz bilan shirdak bo'lib oldi. Yomonni ko'rsa taslimlarni ko'rgan holatidami bishni ko'tara olmay xo'sh aka deb turdi. Mana shu vaqtda Xitoylarga Amerika bilan Sovet ittifoqi dodistek bo'lib ketganlik. Faqat oldiga berib sajda qilmagan yer qiliqliq. Bular Amerikani o'zining shafqatsizlik ko'rib, Amerika ishlangan xristian dini shu vaqtlarda Xitoyning janub o'lkalarida shiddat bilan kengayib, bugungi kundagi xristian dinining asosiy bo'lkini tashkil qilgan nopasning asosini quruvdilar. Hatto Jang Jeshning ayoli xristian. Mana Yaponiya umumiy safda Amerika va Sovet ittifoqi bilan bo'lgan urushda mag'lub bo'ldi. Lekin uning Xitoy tarafdan kelgan umumiy g'alabasi uning boshqa tarafdagi mag'lubiyatining o'rnini bosolmadi. Mandaqcha aytganda mag'lubiyat hammasiga o'rtoqlashdi. Mana bu biz tilga ilib o'tib ketish tegishli bo'lgan masalaning ajallik yeridir. Nurg'un qarindoshlarimiz dushman yo'qotish uchun uni har tarafdan ojizlashtirib, oxirida uni umumyuzlik yo'qotdi deb o'ylaydi. Bu to'g'ri, lekin ko'p afsus bo'lsinki, bu yana o'z niyatida noit sodda qarashdir. Balki bugungi kunda umumiy xor bo'lib joriy bo'layotgan tadbir dushman o'ziga nisbatan yo'qotish tas, murakkab ham uzunga so'zilgan dushmanga nisbatan uning ichidagi ma'lum bir qanotni kuchlantirish orqali ojizlashtiradi. Shundoq kuchlantirish orqali ojizlashtiradi. Mana buning o'xshagan misollar insoniyat tarixida ixtiyorlayotgan voqealarda to'kim kabi ko'p. Boshqalarni emas, balki o'zimizning islom tarixiga qarasak, sunniylar qarshi shialarni kuchlantirib, ummat orasiga 3 adovat soldi. Osmoniya xilofatligini yo'qotish uchun arab millatchiligi bilan turan millatchiligini kuchaytirib, oxir xilofatni yiqitdi. Ayollar huquqini eng yaxshi qo'g'daydigan nizom islomdir. Allah'ın bütün narsalarga o'lchamni bekitganligini, agar bu o'lcham o'z miqdoridan oz yoki ko'p bo'lib qolsa, kutilgan foyda ko'rilmay, balki musibat ko'ringanligini tilga olib o'tgan edik. Mana bugungi kunda butun dunyoga o'zining ta'sirini o'tkazayotgan G'arb va uning beshi bo'lgan yahudlar insoniyatga bo'lgan hukmronligi va imtiyozini saqlab qolish uchun ayollar huquqi degan suiqasd planni zimin ustiga chechivyapti. Ikki erning birisining ochiq sababidan bir qizni normal bism bilan bir shaplaq silish bilan yana birisining o'zining oladigan juftini bir shaplaq silish bilan 15 kun turib yotqanligiga o'zim shohid. Bir shaplaq bilan bo'lsa-mu qizlarning yuziga urish durus emas. Shundaqla yuz urish islomda cheklangan, lekin 15 kun yetish durusma. Bir ayolning ishdan tushgan erini izlab, erini udul kompyuterxonadan topgandan keyin eriga chandatmay uning orqasidan qarab turganligini, erining bo'lsa hech nimani to'ymay butun diqqat bilan kompyuter ichidagi qo'nchoqlarni chanab o'ltirib o'ynayotganda quloq tubiga tuyuqsiz keyinda urilgan shaplaq zarbasi bilan butun ochiq bilan keyinga qaraganda o'z ayolning o'zi tikilib qarab turganligini ko'rganda lassa demak ichiga tushib beshini sangirtib turganligini, ayolning bo'lsa boshqalarning oldida uni tillab, uni oldiga silib jinoyatchi ilib manganda haydab manganligini bilaman. Ishonamanki, agar bu soqchixonaga berib ayolning o'zini bir shaplaq salganligidan shikoyat qilsa, soqchilar hargizmi bu ayolni 15 kun so'rab qo'ymaydi. Shundaqla erlarmi ayollardan tayoq yeganligini shikoyat qilishdan nomus qilish kerak. Yana bir yangi to'y qilgan bir yigitning bir to'y ma'rakasida o'z ayolining yana bir yigit bilan bir necha qitim tangsa va usulga tushib, noyat xo'shal va ichilib cho'gilashtirga kundashlik tutib, to'ydan keyin o'zaro janjallashib, qiz tarafni birini istirib salganmi yoki bir urib qo'yganmi, shunda qiz taraf jamiyatni boshlab kelib, bu yigitni bak urutib doktorxonada qo'polmas qilib yotqizibdik. Kullash xatoma, Xorazm mikini kullaydigan. Mushundaq holatmi bu ikkisi yanil o'yin tutdi. Yigit uchun aytganda, o'yini tutmaslikdan boshqa amal yo'q. Nima uchun? Chunki ajrasa o'y farzand asosiyatning qiz taraf pichib berildi. Shuning bilan yigit uydan ayrilib, qavoqxonaga berib, ochiq aroqning ustiga ochiq tamakini ochiq tortib, ochiqni jusi bo'ladi. Bundaq misollar ajoyib ko'p. Yig'inchoqliganda erlar
ayollar huquqi degan suiqasdlik ko'langosida paydinpay o'z rolini joriy qildirishdan ojiz kelishga yuzlandi. Shundaqla erlardan tashkil topgan namoyish guruhi igiz yaltiroq shularga ayollarning fikrini olmay turib ish qila olmaydigan bo'ldik. Ayollarning ko'rsatmasiz kiyim-kechak sochlarimizning fasonini o'zgarta olmaydigan bo'ldik. Ayollarning tanlashiga muyassar bo'lish uchun barliq tadbirlarni o'ylaydigan bo'ldik. Atgan tamoqimiz bak o'xshabdi desa, xo'shallikdan ayolim meni maqtadi deb usta o'ynaydigan bo'ldik degan xatlarni yozib, ko'chaga chiqibdi desa, nurg'un erlar sapning o'ttirsa kirib, ayolning ko'rib qilishdan qo'rqib, boshini yo'g'on yog'liq yo'gab, shundoq deb yo'lda tovlab menibdi degan xabar chiqqan taqdirdami, har qanday ish yuz beradigan bugungi dunyoda bunday harakatlar ajoyib turmush kerak. Mana bugungi dunyodagi siyosiy shaklda har qaysi davlatlarning ojiz partiyalarini hisob qilinganda 2-3 atrofida kuchli partiyalar bo'ladi. Mana bu kuchli partiyalar o'zining qarshisidagi partiyani taxtdan tushirish uchun uningga qattiq zarar berib, uning yig'ini ochadi. Bir partiya hargizmi yana bir partiyadan mutlaq ustun bo'la olmaydi. Bundaq o'rinlashtirishlarni kim qilyotdi? Mana bugun hammamiz shohid bo'lgan bir misol. Iroq islom davlati Al-Qoidaning bayt ostida jihad harakatini yuqori tuvan noiti moslashgan holda ilib beryotdi. Zarqavi va Shayx Osama qatorliq yetakchilarning shahid bo'lishi, buning yonishib Iroq islom davlatining paydinpay kuchayishi, orqadan Al-Qoidaning markazi bilan Iroqdagi qanatining orasida surkilishlarning ko'rilishga boshlaganligi, shu orliqda Xorason tarafdan Iroq avatilgan a'zolarning sirli usulda shahid qilinganligi biz biladigan va bilmaydigan sabablar. Albatta Ayman Zavahiri va Iroqdagilarning shu orliqda o'zaro qilishgan aloqalari Al-Qoida tarafidan to'r battirda e'lon qilindi. Al-Qoida va dunyo ulamolari Iroq islom davlatiga ko'p nasihatdan qildi. Hatto ba'zilari Iroq islom davlatining yiqildiganligi, agar bular yiqilib qolsa musibatning birinchi bo'lib muhojir ayol bolalarga keldiganligi, mana mushu musbat kelishdan burun muhojir ayol bolalarning Iroq kirmasligini, kirganlarning o'zini daldiga elishini qasam qilib turib nasihat qildi. Nasihat qabul qilinmadi. Oxiri ishlar taraqqiy qilib, Iroq islom davlati tarafidan Al-Qoida va shuning o'xshagan bir qancha tanzimlarni ozg'unlik chiqarib, o'zlarini xilofat deb e'lon qildi. Mana bugun xilofatmi yiqildi. Degandek musibatning birinchisi muhojir ayol bolalar kelib, 10 minglagan muhojir ayol bolalar asirlik turibdi. Biz Iroq islom davlatining shura markazida mas'ul bo'l demaymiz. Bunga kirish ham bizning maqsadimiz emas. Bizga lozimlik ham cho'nqur tafakkur qilishga zehnimizni qo'ydigan joy shuki, har qanday bir tarmoqning, har qanday bir qanotning o'z markazidan bir qadar kuchlanib, yiltiz tortib, huquqning ta'min etib qolgan vaqtda markazning gapini toza anglamas bo'lib oldiganligi. Qistirma o'rnida har qanday jamoatning qanoti bo'ladi. Shu vajidan hech kim bu gapni men qarti deb o'ylab qolmasin. Alloh qalblarni bilguchi zot. Musulmondan yaxshi gumonda bo'ladi. Musulmonni oshkor ayblashi yoki dartmulab gap qilishi durust bo'lmaydi. Shundaqla maqsad qilgan so'zlarga Alloh taolaning barakati yog'maydi. Sal kerak beradigan tushunchalardan keyin inshaalloh Farruxdan bu gapni bak yaxshi debdi deb rozi bo'lib qolsalar. Shu narsa aniqki kasalni yo'shirsang o'lim oshkora. Markaz uningga biz va mujohidlarimiz sizlarning doiranglardagi ma'lum narsalarga intan ehtiyojimiz bor. Mushu ishlarni o'rtaq bir hal qilsak deb qayt taklif bersa, qarshi taraf ma'lum sabablarni ko'rsatib, toza moslashishni unutmaydi. Mana bu qanotning kuchlanganligining va yiltiz tatqanligining ko'rinishidir. Mana bu chaqda markaz tarixdan buyon davomlashib kelayotgan usul bo'yicha bularning ba'zilarini vazifasidan ilib tashlab o'tishdan ehtiyot qiladi. Bunda qilganda nurg'ulg'an noroziliklarning paydo bo'lib, kuchning bo'linib ketishidan ansiraydi. Oxirida sabr yo'lini tutmasdan boshqa iloj yo'q. Bu yerda qanot tarafning biz markazdan ba'zan ishlarda moslasholmasligimiz hargizmi kuch va nupozimizni tayanib bo'lgan emas, balki Qur'on va hadisning ro'yi bo'yicha shundoq qildik deyishi aniq. Bu to'g'ri bo'libmi har qanday jihodiy jamoatning o'z manhaji va fikrini Qur'on va sunnatdan olmay markazim Leninizmdan ilishni hech kim qabul qilmaydi. Mana bu markaz va qanotdan iborat har ikkili taraf o'zining qilayotgan ishlarga Qur'on va sunnatdan dalil oladi. Buning eng tipik misolidan Afg'oniston islom imorati tunji qurilgan vaqtda Shayx Osama va Ayman Zavahiri yetakchilik Al-Qoidaning nishoni Amerikan urushi